كلمتان حبيبتان إلى الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hadislerinden Riyazu Salihin kitaptan geldik 174. dersga. Bu bolik Babu dalalati alal hayri ve duai ilal huda av dalala. Yaxshilikqa adamlarni tuzlamoqni haqqindan ne hadislar aytgan va chaqirmoqni haqqindan. Sonra o ketdi yomon yo'lga adamlarni tuzlamoqdan ne aytgan va sho'g'ar o'zing chaqirmoq bo'lsa nechik bo'ldag'ida. Hali ko'p yo'l bor. Bas, masalan, saytlarni tashlaysaga, falan sayt, yomon saytni tashlay. Ya da saga birov toza yaxshi saytni tashlay, to'lqa yaxshi zotlar kelgan. Ya da darslarni guruh bolarin. Falan alim adamni silkasini yibara. Şöyle sebep bo'lmoq yaxshimi? Nech yaxshidir? Qaraysiz. Qala ta'ala Allohu Taala aytdi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Vad'u ila rabbik. Allah'ına çaqir dey. Birinchili Allah'ın buyrug'i. So'ng dag'ada ayta. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati vel mev'izatil hasanah. Allah'ın yoluna çaqir. Seni yaratgan yetsin. Hikmat bulan, hikmat aql bulan va aru va'za bulan degan. Ko'rasan nag'y? Payg'ambar aytgan, Alloh aytgan deb turgandan bo'lmay, uni aru kuyda yerinna aytma tarixsin. Dag'ada Alloh Taala ayta: "Va ta'awanu 'alal birri vat taqwa." Ko'maklashingiz Allohdan boshlab yaxshi bo'lgan zakka degan. Hatto dinni masalasi bo'lmay, bir o'shi yaxshi bo'lgan zat bo'lsa, şoda dinga kirib bilgan zamonda. Dinni masalasi yalnız masjidlar qurib, madrasa qurib o'ymoqda bo'lchi. Ummatga, xalqqa foyda bo'lgan zat etmoq barda shu dinni masalasi. Şöyle zatlarga o'rtaqchi bo'luguz va Allohdan qo'rqmoqlikqa chaqiran yo'lda, madrasada bo'lamsa, masjidda bormasa, shu barzakka ko'makchi bo'luguz dey. Yalnız alim adam dinga chaqirib bo'lam. Va alim adamga dinga chaqirma madrasa bo'lmasa, va alim adamga dinga chaqirmoq uchun onun xarji bo'lmasa, unda barma tariq, gelme tariq. Asen xarjing bar adam ko'mak etib, sho'g'ar yo'ldoshlik bo'lib, sen de şu Allahu Teala aytgan yaxshi yo'llardan bo'lib ulasan, sho'g'ar ko'makchi bo'lgan sali. Dag'ada Allahu Teala ayta: "Val takum minkum ummatun yad'una ilal xayr." Sizdan bir ummat bo'lsin. Birov bo'lsin deb qo'ymang, qadi, imom, mufti deb. Ummat, yesek adamlar bo'lsin, tayfa adamlar. Yaxshilikqa chaqiragan, gördüngmi? Yalnız alimlar bo'lsin deb qo'ymagan. Har adam o'zi bir Alloh Taala bergan kuyda chaqirib bo'ladi insonlarni dinga. Hali gele 174. hadisga Qur'on oyatlaridan so'ng radhiyallohu anhu va an Abi Mas'ud Uqba bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Allah'ın elçisi aytdi deb aytdi Abi Mas'ud. Man dalla ala khayrin falahu mislu ajri fa'ilihi. Kim yaxshi yo'lga tuzlasa, sho'g'ar zuvab gelir, şu yaxshi yo'lga tuzlanib, necha adam şu ishni etse, sho'g'ar zuvab gelip durar degan. Masalan, seni bir bay tanishing var, masjid qurma taraf bir yerde, barib şu bay adamni tuzlading masjid ishlamaga shu yerda. Xalqqa jamoat bo'lsin deb. Şu masjidni ishlagan bayga bo'ldi-ku masjidni zuvabi, Alloh uchun etgan bo'lsa. Hatto şu Alloh uchun etmay qo'ysa-da, sen Alloh uchun shuni ishlattirgansan, o'zing borgansan Alloh uchun. Sağa şu masjidda namoz qilgancha odamlarni zuvabi kelib turadi. O bay odamga bormay qolmada bular. O saylanmoq uchun, go'zamellik uchun etib qo'ygansa, ammo sen Alloh uchun etgan bo'lsang, buni ana bir yerdan masjid ishlagan bo'lding. Allohu akbar. Allahu Teala şöyle yaxshilikqa bizni sebep etsin ya Allah. Kamaruya bu hadisning sebebi Allah'ın biz eskergen. Ne çık bulgan? Ne gerek aytgan bu hadis? Bir kişi qala lin nabi sallallahu aleyhi ve sellem ihmilni. Qala ma indi. Peygamberden tilagan.
Meni davga barmaga yok oňaýym. Masalan, tuyası yok, savutu yok, giliçi yok. Qala raculun, o yere bir kişi aytkan, ya Resulallah, hey Allah'ın elçisi degen. Peygamber yok meni yanına degençi davga. Mesela berip bolmaýma davga barmaga. Gurasan ashabalar hatta ola meni uzurum var da ne eteyim ne gadip oltura almay boga. Yürekteyi suyuk Allah üçün bizat etmege. Peygamber yok degende de paşman bogayn onu gorganına bir kişi aytkan ashabalardan, men şu adamni tuzulayım bir başka adamına. Şu adam şugar kömek etecek nizat tartmasa degen. Faqala şu zaman Allah'ın elçisi aytdı sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisni man dalla ala hayrin ne şu hadisini aytdı dep aytdı. Korasan şu zowapni şu yerde men tuzulayım şugar kömek etegen adamga dep aytmakligi bulan şu hadis Peygamber sallam aytdı. Şu adam ozu etkenliğim zowapta aldı. Allah şöyle yaxşı yollaga sebep bolagalarını etsin bizin ya Allah. Ve yaxşı amallarını ozubuz başına düşüp eteğilerin etmege bolmağı Allah nasip etsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب